Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Hürmetli qarindoshlar, biz bugün Sura Al-İmran'ın 120. ayetiga keldik. İlgirki ayetlarda Allah Subhanahu ve Taala müminler sepini, müminler gibi görünüp, müminlerini işin urmakçı bulduğun, Allah'a zarar salmakçı bulduğun kişilerden agahlandırış mezmunu ketiyotgan, şunun ahirisi tehi ahirlaşmagan. Bugünkü derste o kişilerinki, o hildeki kişilerinki müminler sepige nispeten ne kadar ölçmellik, ya ki ulanın müminler sepige ameliyatının kürüngendek emeskellikinin derecesini bizge ma şekilde tesirle bir Allah Subhanahu ve Taala davatıdı. Estaizu billah in temseskum hasenetun tesuhum ve in tusibukum seyyi'etun yefrahu biha ve in tasbiru ve tettaku la yadurrukum keyduhum şey'a innallaha bima ya'maluna muhit. Avval ayetini qısqacha bir tarjima qilaylik qarindoshlar. Allah da'vat etdi. Agar sizlarga azroqgina bir yaxshilik kelgan taqdirda yoki har qanday bir yaxshilik kelsa, bu ularni bir aram qiladi. Agar sizlarga bir musibat yetsa, bir yomonlik yetsa, shu sababli ular xushal bo'ladi. Sizlar hargiz ansirmanglarki, sizlar mustahkamlam tursanglar, bardoshlik bersanglar, oxirigacha chidab sabr qilsanglar ve Allah'tan korksanglar, bu şekilde hata, natoğru işlerini qilishdan saqlansanglar, sizlarga ularning ishlatgan yili mikr suiqasd asla zarar salmaydi. Allah ularning qilayotgan ishlarini bilib turuvchi. Endi sizlarga yaxshilik yetsa, sizlarga yomonlik yetsa, ikki ifoda bor bu oyatda. Yetsa ifodasi. Men bu şekilde tarjima qilyapman sizlarga. Qur'onda yaxshilik yetish, yomonlik yetish haqida bundan boshqa ifodalar bor. Ba'zi o'rinlarda ikkala o'rinda yaxshilik, yomonlik yetsa degan o'rinlarning hammasida nima ishiltirlik desa, massa ifodasini qo'llanug'liq oyatlarda. Masalan, sur Ma'arijda innal insana xuliqa halu'a iza massahu ash-sharru jazua va iza massahu al-khayru manua. Yaxshilik yetsa İnsan manda olib ketadi. Yomonlik yetsa, inson manda olib ketadi. Yetsa, yaxshilik, yomonlik ikkilisiga massa ifodasini qo'llandi. Endi Sura Nisoga qarasak, ma asabaka min hasanatin faminalloh va ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Qanday yaxshilik yetsa Allohdan, yomonlik yetsimi u o'zingdan. Degan yerdagi yaxshilik yetsa, yomonlik yetsa degan yerga asqaba fiilisini ma ifoda qo'llandi. Demak, Qur'onda manda ish yetsa, yaxshilik yetsa, yomonlik yetsiga qo'llanadigan ifoda asosan ikki xil ekan. Birisi massa, birisi asqaba. Oldidagi Sura Ma'arijdagi oyatda ikkala o'rinda yaxshilik, yomonlikqa massa ifodasini qo'llangan bo'lsa, Sura Nisoda asqaba ifodasini qo'llangan. Mushunga qarab bir qism mufassirlar Qur'ondagi asqaba ifodasi o'xshash. Ve şunlaşqa bizning Uyg'urcha Qur'onlarimizda, Uyg'ur tarjima Qur'onlarimizda shunga yetsa deb tarjima qilib qo'yadi. Ana bu yerda men demoqchi bo'lganim nima qarindoshlar? Bugungi oyatda shu ikki xil ifoda qo'llanilgan. Bir vaqtda yomonlikqa birisi, yaxshilikqa birisi. Masalan, yaxshilik yetsa, ularni bir aram qiladi degan yerda massa ifodasi qo'llanilgan. Yomonlik yetsa, xushal bo'ladi degan yerda asqaba ifodasi va in tusibkum deki asqaba ifodasi qo'llanilgan. Buning nim farqi bor? Yoki bizmi boshqa mufassirlarga o'xshash, boshqa tafsir kitoblariga o'xshash, buning tarjimasi yetsa degan gap, ma'nosi o'xshash deb ketamdiq. Yoki Alloh hakim zot har qanday bir so'zni hikmatsiz ishlatmaydi. Qur'ondagi har qanday bir so'zning ilgir keyinligi yoki uning iniq qo'llanishi o'xshash ma'noda olsun, yani o'xshash ma'nolik so'zlarning qo'llanishdagi farqining vorligiga ishongan bir o'quvchi, tafsir o'quvchi bo'lish sifatimiz bilan bu haqda iznib boqamdiq. Endi so'zni izlanishni avval ko'k yil tizig'i berish to'g'ri keladi. Arab tilidagi
Massa ifodasi oyatni tarjima qilganda yassa deb tarjima qildik-ku. Asli lug'at ma'nida bir narsani silash, tutish, tigishish degan ma'nosida. Silash, tutish, tigishish. Masalan, palonining qo'lini tutdim, palonining inkini tutdim degandek, tutish, silash, tigishish ma'nosi. Asqoba ma'nosi bir narsaning insonga tigib, ashu voyaga yetib, cho'nqur qatlamgacha kirib ketganini asqoba deydi. Buni tarjima qilgan vaqtda shu yetsadan boshqa shaklda ifodalangan bo'lish tez. Ammo arabchada ifodalaydigan ma'nosi o'xshamaydi. Masalan, men birovninki ingikini yengil silab qo'ysam, qo'lni tutib qo'ysam, massa ifodasi bo'ladi. Ammo qachat bilan, tastak bilan qachatiga birni qo'ysam, men qo'ygan tastak uning ashu ichki hujayralarigacha og'ritqudek darajada qattiq bo'lib ketgan bo'lsa, asqoba bo'ladi. Bir misol olsam yana, masalan, urushlarda o'q keladi-chu, o'q sipab o'tib ketsa, ya'ni bunda tirsni suyuvatsa masalan, buni massa ifodasi bilan qo'llanilsa, ammo o'q naq edimga tegsa, asqoba, isqoba ifodasi qo'llanildi. Endi keldik qarindoshlar. Gapning o'ziga keldik. Oyatda yaxshilik babida ash yengil tegsa, oddiy tegsa, kichikgina tegsa, ma'nosini o'z ichiga olgan massa yaxshilikqa qo'llanib, yomonlikqa kelgan vaqtda qattiq, ig'ir degan ma'noni o'z ichiga olgan yassa so'zi qo'llanilgan. Endi Alloh mushu o'xshamagan, ammo tarjima qilgan vaqtda ma'nosi o'xshash chiqadigan ikki so'zni bu oyatda qo'llanish orqali bizga nim demoqchi desa, haliqi kishilarning ichki dunyosini tafsiliy aytib bermoqchi bizga. Endi qaytarib baqay qarindoshlar. Sizga bir yaxshilik yetsa, ular qana qiladi? Yaram bo'ladi. Sizga bir yomonlik yetsa, ular xushal bo'ladi. O'xshash anda chiqmaydi lekin. Shunga men tunji tarjima qilgan vaqtda biroz farqlantiray deb, oddiy bir yaxshilik yetsa, nayt ig'ir yomonlik yetsimi degan ifodani qo'shdim. Nima so'zning asli ma'nosi shu. Andas bu dushmanning, haliqi kishilarning qandalikni ifodalaydi desanglar, oddiy yaxshilik, qanchalik yaxshilik, bir ko'zga ilmoqdek darajada yaxshilik, boshqalarning diqqatini tortmoqdek darajada kichik yaxshilikmi? Bu shunchalik yomon nazar bilan qarayotganki, bearam bo'ladi. Ya'ni bizga u qadar kichikgina bir yaxshilik qilinki, bo'lishni asla xohlamaydi. Bu massa ifodasidan chiqqan ma'no. Endi asqa va in tusibkum musibatundagi isqobat, ig'ir yetish degan ma'noga kelsak, qattiq musibat yetsimi, bular xushal bo'ladi. Bu nima demakchi desa, inson insonligini yo'qotmagan inson o'zining dushmani bo'lsa-mu, raqibi bo'lsa-mu, ig'ir musibat kelgan kunlarda ancha-muncha ichi og'ridi. Men birisi bilan adovatlashib qoldim. Bak yomon ko'rman uni masalan. Ammo uning ig'ir musibat kelsa, shuncha yomon ko'rsam nima deyman? U odam bilan biz manda adovatlashib qolgan, ammo bu qatim musibat kelibdi, Alloh oson qila. Ma insof, insonlik mavjud. Bular buningdan yiroqlashib ketganki, bizga kelgan u qadar ig'ir musibatlar bularning qilchilik marhamatini qo'zg'ayolmaydi. Ko'zini mit qilib qo'ymaydi. Qarab baqinglar qarindoshlar, Allohning mushu oyatining to'g'riligiga. Sharqda musulmonlar o'lyotidi, qonlari daryodek eqiyotidi, g'arbdagi dushmanlarning ko'zi mit qilib qo'ymaydi. O meyli demokratiyani, yeni birisini inson haqlarini da'vo qilayotganlar olsun, hammasining yolg'onchiligi tam yerda chiqadi. Dunyoning bir tarafida musulmonlarga ig'ir bir musulmon insonlik deb turayli, insonlik nuqtasidan ig'ir musibat kelib, mana insonlikni ko'tarilmagan ishlar bo'layotsa, ko'zini mit qilib qo'ymay, xushol bo'lib o'zlashlar qilaveradi. Ammo dunyoning bir tarafida, bir bujaklarida, bir bulunglarida musulmonlar xo'sh bo'ldigan bir ish shakllansa, dunyoning u tarafidan kelib, uni buzg'ili xiyol qiladi. Buni biz ko'ryapmiz biz. Nerede musulmonlarninki xushal bo'lg'idek bir jamiyati shakllangilyapsa, dunyoning u tarafidan, dengizning u qadidan kelib, buzdi, yo'qotdi. Ammo dunyoning ko'z oldida u qadar musibatlik ishlar musulmonlarga yuz bersa, ko'zini mitma qilib qo'ymaydi. Esonlar bo'lsin. Bizga xuddi insonlik nuqtasidan birga
ekanligini da'vo qilayotgan, inson haq huquqlari degan nom ostida o'zining biz bilan bir saf ekanligini da'vo qilayotganlarga ularning eg'izi bo'yicha muomala qilish kerakki, aldanmaslik kerak. Bularning eg'izdan chiqayotgani hargiz qalbidagi emas. Alloh bizni bu noktadan qana quvvatıdı, eskertuvvatıdı qarindoshlar. Endi bu qadar dushmanning hilasi bo'lgan ekan, bu qadar dushman bizga tosh yurakkan, bu qadar dushman bizga o qadar hasad qiladigan, o qadar rahimsizkan, ya'ni bularning hili mekrisining cho'ng kichigi yo'qkan bizga nisbatan bizning ishimizning oxiriga chiqmamdi. Yo'q. Alloh subhanahu va taolo bizning ishimizga shunday bir kafolatni berayotdi-ki, agar sizlar ularning sizlarga qilgan o'chmanligiga sabr qilsanglar, sabr degani bu yerda mo'llashib o'lsanglar deganlik emas, balki bel quvvatmasanglar, oxirigacha yo'lni davom qilsanglar va mushu asnoda, mushu sabablik yo'ldan chiqib ketadigan, Allohni g'azablantiradigan prinsipga qarshi ishlarni qilishdan saqlansanglar, Allah subhanahu va taolo sizlarga mutlaq g'alaba ato qiladi. Ularning qilayotgan hilm-kirlari hech qanday ziyan zahmat salanmaydı. Deb kelib oyatning oxirida masalaning hammasiningki Allohning ihatisidan, Allohning ilmidan chiqib ketmaganligi, chiqib ketmaydiganligi, Allohning ishlarining qanday bo'layotganligini hammani bilib turadiganligi. Balki bu ishlarning bir qonuniyati bo'lib, shu qonuniyat bo'yicha bo'ladiganligi. Agar musulmonlar shu qonuniyatni hayotiga uyg'unlamasa, shu prinsip bo'yicha mangmasa, birdigan badalni bermasa, birdigan qurbonlikni bermasa, öteydiğen bedelini ötümese, işinin ayığa çıkmaydıganlığı. Bu ne? Allah subhanahu wa ta'ala bizge eskerti atıdı qarindoshlar. Ondan keyin 121 oyatda mu'minlarninki hamda bunda bir ishorat chiqyapti bu yerdan. Dunyoda bo'layotgan masalalar, musulmon dunyosida, islom dunyosida bo'layotgan masalalar insonning kalisiga bira-bira insonchilikda favqulodda kelib qoladi. Xuddi bu ishlar bunda bo'lmayotgandagidek. Nauzubillah, Allah hammani bilib turdi, insonning kallasiga shayton xuddi bu ishlarningki boshqacha bir shaklda bo'layotgandek bir xil tuyg'usi kelib qoladi. Alloh subhanahu va taolo bizga prinsipni so'zlayotdi. Hayotning prinsipi, hayotning qonuniyati va men qonuniyat bo'yicha yaratdim. O qonuniyat bo'lsa-mu, bardoshlik berganlar, mustahkam turganlar, oxiriga chiqqanlar, itoat qilganlar, prinsipga bo'ysunganlar g'alaba qiladi, qolganlar g'alaba qilolmaydi. Bu yerda prinsip shuki, sepning oldida manganlar yetakchilarninki qilishga tegishli ishlar var ve keyinda mangan ergashganlarning qilishga tegishli ishlar var. Buning bir misolidan birisi Estaizu billah va iz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital vallohu samiun alim. Masalan, örnek misoldan birisi sen o'z vaqtida uyangdan, ayolingning qashidan demakchi chiqib, mu'minlarni urush o'rinlariga hozirlayotgan bir ahvol var. Allah hammani anglab bilib turadi. Şu ahval qarasanglar, umumiy prinsip masala oydinlashadi. Bilamiz, oyat Uhud urushi haqida so'zlayotdi. Uhud urushi Badr urushidan keyin bo'lgan urush o'g'achqa, Badr urushida ig'ir mag'lub bo'lgan, o'lgan mushriklarningki oila tavobatlari, urug' tuqqanlar zodi oldin qatimliq mag'lubiyatning o'rnini to'liqlaymiz. O'lgan dadamning, o'lgan akamning, o'lgan balamning qisosini olaman deb har adam bir qisos egisi atrofiga necha odamni yakki shaklda agashtirib, hatto o'zining oila balvoqlarini yig'liqli qo'ymagan ahvollar. Nimishqa yig'lab ichi bo'shab qolsa qisosni unutib qoladi deb, qisosni unutildirmay kelar yilisi Badrdan keyingi bir yilisi musulmonlarga intiqom niyati bilan musulmonlarga hujum qilib kelgan bir yilisi. Bu vaqtida payg'ambar alayhisolatu vasallam sahobalarga maslahat soldi. Qanday qilamiz? Sahobalardan ansarlar va bir bilik kishilar ya biz Madinadan chiqsak bo'lmaydi. Madinadan chiqsak bizning kuchimiz ojizlashib qoldi. Biz boshqa vaqtda urush qilsak, shu Madinaga kelganlarla urush qilsak, yangatdik, sirqa chiqsak, yangalatdik degan fikr talabni berdi. Bir qism sahobalar, muhojirlar boshliq, "Yo'q, chiqib urushimiz" degan taklif fikrini berdi. Oxirida Rasululloh ashularning fikriga qo'shildi endi. Kirib, uyisiga kirib, jang tayyorligini qildi, savodlarini kelib chiqqandan keyin Rasulullohni Madinaning sirtiga chiqib urush qilamiz deb ma'nonga besim ishlatgan sahobalar o'zi xuddi Rasulullohni bir o'rinsiz ishga majburlab qo'ygandek, harajga tushib qo'ygandek bir xil siqilib Rasulullohning qashiga kirib, "Ya Rasululloh, bak" deb turibdi, chiqamiz deb. Endi qog'inni sili chiqmaydi desalar, bo'ldi biz
fikrimizni yanimiz degan gapni qilgandiki Rasululloh qanda bir payg'ambar o'zining qurol yaroqlarini elib o'zining savut jang kiyimlarini kiyib bo'lgandan keyin urushmay turib uni samaydi deb Rasululloh shu fikr bo'yicha Madinaning sirtiga chiqadigan bo'ldi. Endi bular jang maydoniga chiqdi. Uhud degan joyga keldi. Qur'on bu yerdagi masalani bizga oldingi oyatdagi bizga ishorat qilayotgan bir prinsipga misol sifatida bayon qilyapti qarinlar. Oldingi oyatda masalani deb kelib prinsip shuki, oxirigacha mustahkam mangsang, chidab mangsang, g'albisining ular hech qanaqa qilmaydi deya. Chidayolmaslikning, har odam o'zining mas'uliyatini tunmaslikninki, bu yo'lboshchilarningki yo'lboshchiligining yaxshi bo'lmasligi, ergashishlarning ergashishining yaxshi bo'lmasligi, hammasi mag'lubiyatning sabablari degan asosda oyatni bizga o'rnak misol qilib va izg'adawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin degan shaklda qana qildi boshladi. Tarjimani qilib bo'ldim oyatning qarindoshlar. Rasululloh o'zidan chiqib mu'minlarni o'rin hozir. Bu amaliyat bunda tarjima qilgan vaqtda yengil tuyuladi bu. Ammo oyatning inchki ifodasi qarasak, tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Qo'mondonninki, rahbarninki mas'uliyatining naqadar muhim ekanligini ko'rsatadiki, jangdagi har bir prinsip, her bir plan, her bir loyiha inçkilik bilan tuzilish kerak ki, her adam o'zining o'rnini bilish kerak, o'zining o'rniga qo'yilish kerak. Her adamning vazifasi aniq qilib o'rinlashtirilishi kerak. Bu qo'mondonning, yetakchining bu vazifasi. Ondan keyin Rasululloh shu vazifani o'zining vazifasini ado qilib, hamma askarlarning, sahobalarni o'zining vazifasiga o'rinlashtirdi, o'z o'rinlariga qo'ydi, to'g'izdiganlarni to'g'izdi. Shuning qatoridan birisi tog'ning ustida 50 kishilik o'qchi qo'shinni o'rinlashtirdi. Bularga Abdullah ibn Jubayrni qana qildi, boshliq qildi. Rasululloh bularga dediki, "Sizlar mush sepinglarda turinglar. Bizni oq tarafdan qo'danglamayadi turib. Mayli, g'alaba qilsaqmi, bizning qishimizga kelmanglar. Mag'lub bo'lsaqmi, bizning qishimizga kelmanglar. Ya'ni bizga yordam beramiz deb, g'alaba qilsaqmi, g'alaba o'xshalaqqa tushadigan bir ish bor. Mag'lub bo'lsami, yo yordam berib keldigan shu. Uni qilmanglar. Sizning vazifangiz shu." Ajoyib bir o'rnak, bir prinsipni bizga amaliy unutilmoqdek bir voqea bilan hayotimizga qopirib oyatda. Endi ashta dedi, ammo taqchibsizga o'rinlashtirilgan o'qchilar o'zini tutib ololmadi qarindoshlar. Bulanmadi ya'ni. Chunki jang boshlanib dastlabki vaqtlarda musulmonlar g'alaba qildi. Dushmanlar, mushriklar qochdi. Ular nurg'un mol-mulkni tashlab qochdi endi. Shuning bilan avlning kallista bular ketdi. G'animatlar boshqalar tarafidan taqsim qilinib, egelinib ketib qalamo deydigan bir xil insonlik nafs buning ustin qana keldi, g'olib keldi. Boshliqninki gapiga, qo'mondonining gapiga unimay taqdir tushgan bir voqelik bizga amaliy hayotdagi badli ig'ir bo'lgan bir misol orqali shunda bir ibratni qiyomatgacha bu dinning prinsipidan birini ibrat shaklida bizga qanaq qo'ydi, ko'z qo'ydi. U o'simi nima desa, qo'mondonning buyrug'iga bo'ysunish askariy xizmatdagi muhim prinsipning qatoridan. Hatto oranglarda payg'ambar bo'lgan urushdimi, xiloflik qilsang mag'lub bo'laversa. U bir o'ylab boqaylik, boshqadan mag'lub bo'lsin mayli. Qo'shinning ichida Rasululloh bor qo'shin. Rasululloh yetakchilik qilayotgan bir qo'shin. Rasululloh qatnashgan bir urush mag'lub bo'lsa, qanday bo'ladi deydigan xayol keldi-ya. Alloh bizga da'vat etdiki, qancha payg'ambar orangda bo'lgan taqdirdimi, jangda Rasululloh boshliq qilayotgan taqdirdimi, sizlar itoat qilmasanglar, jangda mag'lub bo'lasizlar degan bir ishoratni bizga qanday qilyapti? Beryapti bu yerda. Amaliyotda Uhud'dagi mag'lubiyat İslamның büyük g'alabasi. Nima uchun qarindoshlar? Agar Uhudda ashta xiloflik qilib turib, qoidasizlik qilib turib, yo'ldan chiqib turib, musulmonlar g'alaba qilgan bo'lsa, nima ishlardi? Ondan keyin uning keladigan zinini tasavvur qilib bo'lmaydi. Tamam, u yerda shahid verdik. Necha sahabe shahid oldu.
Voy musulmonlar mag'lub bo'ldi deyildi, ammo islom g'alaba qildi. Chunki islom shunda bir saboqni oldiki bu yerdan, shunda bir ibratni oldiki bu yerdan, askeriy ishlarda itoat hammadan muhim. U jang har qancha buyuk odam tarafidan olib berilgan bo'lsin, sen itoat qilmasang mag'lub bo'lganligini aniq. Bu Rasululloh ularning hayotida qaranglar ishning ajoyibligiga. Musulmonlarning eng yaxshilari ketgan bir jangda musulmonlarning yuragiga o'chmas bir shaklda, tamg'i shaklda prinsip bo'lib bekitib o'tilindi. Uhud jangida bilasizlar, eng isl odamlar ketdi, eng isl qorilik ketdi, olimlar ketdi. Sayyidu shuhada deb atalgan Hamza radhiyallohu anhu qana qildi, ketdi bu jangda. Chunki qoidaga xiloflik qildi, buyruqqa xiloflik qildi, taq tushmang degan taqdan tushdi. O'rinni saqlayolmadi. Shu vaqtda Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu musulmon bo'lmagan vaqt fursatni bilib bilan orqa tarafdan qo'rshab qoldi. Musulmonlarning keynidan solishini bilan mag'lubiyat o'rtiga qana qildi, chiqdi. Yani bu tarixiy bir vaqalik, Uhud urushining vaqaligi amaliyotda shu urushda mag'lubiyat hisoblangan bilan islomning buyuk g'alabasi. Masalan, buning yana bir ifodasi atsi kunisi avla yangliq deb azroq ketdi, neresiga ketib bo'lib, ularning kallasi qancha-muncha shayton keldi-chu. O vaqtda musulmonlarning ahvoli jangda yengilgan bo'lg'achqa biroz xarob. Qayta takror berib, bularni tüp yıldızını qurtib etsak degandek bir taraddud ishida turayotgan vaqtida Rasululloh yani bir jang taktikasi va musulmonlarga umumyuzlik safarbarlik qilib jangdagi mushriklarning orqasini qo'llash buyrug'i tushadi. Amaliyotda urush qilish niyat bo'lmasligi mumkin. Bu vaqtida o kadar mag'lubiyat, o kadar yaralangan, o'lgan, shahid bo'lgan bir azap içinde durup musulmonlar Rasulullah'ın hammasınınki Rasulullah'ın buyrug'iga itoat qilib hammasi safarbarlikka ovoz qo'shib qo'g'ladi. Shuni bilan dushman endi musulmonlarning keyindan qo'g'lab kelganligini ko'rib, tayyor erishib bo'lgan g'alabasining mag'lubiyatga aylanib ketmaslik uchun bular qana qildi, chekinib qana qildi, ketdi. Mushuma aytsidiki bir vaqalik Uhud urushi bo'lib tugab bir kundan keyingi bir vaqalik. Demak, bu vaqaliklarning hammasi bizga nimani ifodalaydi desanglar, har qancha qiyin ahvolda madam qo'mondan rahbar o'zining o'rinlashtirilishini, jang loyihasini, planlarini go'zal tuzsa, her adamni o'ziga loyiq vazifaga qo'ysa, ya'ni bu vazifaga qarata sal qarmasa, ehmol qilmasa va agashkuchilar shu qo'mondan, shu yetakchiga qarata to'liq itoat qilsa, har qachon g'alaba billah. Agar aksi taqdirda beshimo mas'uliyatsizlik qilsa yoki keyindikilar agishayotganlar uning itoatsizlik qilsa, melisan qanchalik ulug' odam bo'lib ket, hatto payg'ambar bo'lib ketsangmi mag'lub bo'lganliging aniq. Chunki bu jangning nimasi, qoida, prinsipi. Vallohu samiun alim. Alloh subhanahu va taolo hammani anglab turg'uchi, hammani bilib turg'uchi. Kimning qanchalik ehmol qilganligini, kimning qanchalik mas'uliyatchanlik qilganligini, kimning niyatida nim borligini Allah bilib turdu, Allah anlab turdu. İnsan oldu bolsun. İşning mas'uliyati shaklan bo'lmasin, qalban bo'lsin. Ve itoat shaklan bo'lmasin, qalban bo'lsin. Allah bunu biladi ve birdigan qalbisimi buningga yarasha, buningga ko'ra bo'ladi. Bugungi darsimiz vaqt munosabati bilan mushada oxirlashdi. Inshaalloh kelasi soatlik darsimizda oxirini davomlashtiramiz. Kelasi soatda kurashganga qadar hammanglarni Alloh omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.